Ashuro kuni haqida bir voqea aytib bermoqchiman. Bir kuni bir kambag'al yigit Ashuro kuniga ro'zg'orini butun qilish maqsadida bir boy birodarning uyiga qarz so'rab boribdi. Haligi boydan so'rabdiki, 4 dirham qarz berib tursangiz, ertaga Ashuro kuni, shu kuniga ahlimni xursand qilsam, oilamni ro'zg'orini butun qilsam, zora yil bo'yi ro'zg'orim yaxshi bo'lsa, debdi. Haligi boy uni eshitib turib aytibdiki, tushli vaqt keling debdi. Kambag'al ketibdi. Tushli vaqti kelgan ekan, kechqurun keling debdi. Kechqurun yana qaytib ketdi. Kechqurun kelgan ekan, boy aytibdiki, siz meni tushunmadingiz shekilli. Agar meni pul berish niyatim bo'lganda, ertalab kelganingizda berib yuborgan bo'lardim debdi. Shunda kambag'al yigit xafa bo'lib aytibdiki, shunaqa niyatingiz bor ekan, nega ertalab aytmadingiz? Axir Ashuro kuniga ozgina qoldi-ku, men boshqa joydan harakatimni qilgan bo'lardim, deb ko'chaga chiqibdi. Ko'chaga chiqsa, haligi boyning to'g'risida bir qo'shnisi bor ekan. Yahudiymi, nasroniymi? Ayrim manbalarda yahudiy, ayrim manbalarda nasroniy bo'lib kelgan, g'ayridin deya qolaman. Haligi g'ayridin kambag'al bolani oldiga chaqirib aytibdiki, men ko'rib turibmanki, ertalabdan beri 3 marta shu xonadonga qatnadingiz. Nima dardingiz bor? Nima yumushingiz bor? Ayting, qo'limdan kelsa yordam beraman debdi. Kambag'al yigit aytibdiki, bizda musulmonlarda Ashuro kuni bor, ertaga. Rasululloh aytganlar, kimda-kim Ashuro kuni ahlini, oilasini xursand qilsa, ro'zg'orini butun qilsa, yili bo'yi ro'zg'ori butun bo'ladi deganlar. Men shu qo'shnimdan 4 dirham so'rab kelgan edim, qarz lekin bermadi debdi. Haligi g'ayridin aytibdiki, men beraman sizga 4 dirham yetadimi debdi. Ha, yetadi. Men kambag'alning ro'zg'origa yetadi debdi. 4 dirham berib, haligi kambag'alni xursand qildi. Kambag'al olib xayriga g'ayridinni uzundan uzoq chiroyli duo qilib uyiga ketibdi. Shu kuni haligi boy tush ko'ribdi. Tushida bir farishta jannatni bog'larini aylantirib yurganmish. Jannatdagi bog'larni, qasrni ko'rsatib aytibdiki, boyga, shularni ko'rib ha ko'raman. Shularni hammasi saniki edi debdi. Agar ertalab oldinga kelgan kambag'alni xursand qilib yuborganingni debdi. Lekin qaraginki, sen xursand qilmagan eding, to'g'ringni qo'shning xursand qilganligi uchun Alloh taolo shularni hammasini unga berdi debdi. Haligi boy o'rnidan uyg'onib ketib, ertalab bo'lishi bilan qo'shnisinikiga yurib chiqibdi. Qo'shnisinikiga chiqib aytibdiki, oldingi bir yigit kelmadimi debdi. Ha, keldi. Ha, nech pul so'radi? 4 dirham. O'sha 4 dirhamni men beraman qarzini debdi. Kerak emas debdi. 10 dirham qilib beraman deb, kerak emas. 100 dirham bersamchi debdi, kerak emas debdi. 1000 dirham bersang ham olmayman. Nega? Chunki seni tushingga kirgan farishtalar meni ham tushimga kirdi deydi. Senga ko'rsatilgan qasr, jannat bog'lari menga ham ko'rsatildi, menga hadya etildi. Men ularni hech qanaqa pulga alishmayman debdi. Haligi g'ayridin islom dinini qabul qilgan ekan.